Ba'zi mijozlarimiz telefon qilib, sizlarning dominglarda gaz bormi deb so'rashyapti. Sababi hozirgi yangi qurilayotgan ba'zi bir novostroykalarda gaz bermayapti ekan. Hozir shu savolga javobni beramiz do'stlar. Biz mana shu hamma kvartiralarimizni gaz plitasi, duv-konturning katyoli, shochklari bilan topshiramiz. Demak, gazimiz mavjud ekan. Undan tashqari suvinglar bormi deb so'rashadi. Suvlarimiz ham zo'r. Gaz suvsiga chiqib tushishda qiynalmaydimi, pasaymaydimi deb so'raganlarga, yo'q do'stlar, pasaymaydi. Chunki santexnikalarni ham, gazlarni ham chotki ustanovka qilishgan. Mana shu ikki xonali kvartiramizni ham boshlang'ich to'lov bilan xarid qilishingiz mumkin. Biz hozir Sergeli Bobur mahallaga kelganmiz. Uyimizda ikki xona 58 metr kvadrat. Bu yoq tarafimiz uyimizning родительский spalnisi, bu yoq tarafi umumiy zali. Kengligiga e'tibor beringlar. Uyimizda 16 qavatli domni 14-qavatida joylashgan. Bu yoq taraf sanuzel umumiy. Bu yoq tarafi esa oshxonamiz. Oshxonamizning o'zini balkoni ham mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. Dom oldida bolalar maydonchasi, mashina qo'yish uchun parkovkalar bor. Undan tashqari ko'pchilik mana uji ko'chib kirib yashayapti. Bir kunda oformlik qilib beramiz. Pastda nomerlar bor. Bu uyimizning boshlang'ich 16.500 dollar bilan oylik to'lov 6.400.000 so'mdan bitta pasportga birlamchi 18% ipotekaga xarid qilishingiz mumkin. Uyimiz yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'ying.